Tabriklaymiz Ravshanbek, GKS kanatining ikkinchi bosqichidan o'tibsiz. Xudo xolasa Koreyaga kuzib ketasiz inshaalloh. Rahmat aka, xursandman o'tgansizlar, yordamlaringiz aka. 6,5 bilan Koreyaga 100% tekin kiradi. GKS grantini magistraturasiga bir talabamiz yutdi. Hozir sizlar bilan bir kere telefon qilib birinchi marta qilyapman. Gaplashib ko'ramiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. O'sha e'lon bergan paytimda IELTS 6,5 bor xolos deb yozganlar. Hozir bir kere telefon qilib gaplashib ko'ramiz. Alo. Assalomu alaykum Ravshanbek. Salom alaykum. Yaxshimisiz? Men Jahongirman, Jahon Koreya. Ha, tanidim aka. Tabriklaymiz Ravshanbek, GKS kanatining ikkinchi bosqichidan o'tibsiz. Xudo xolasa Koreyaga kuzib ketasiz inshaalloh. Rahmat aka, xursandman o'tgansizlar, yordamlaringiz aka. Qayerdansiz Ravshanbek? O'zim Qashqadaryo. Qashqadaryo Qarshidanman aka. Qashqadaryo Qarshidan. IELTS 6,5 ming bor degansiz. IELTS 6,5 bor, to'g'rimi? Boshqa sertifikatingiz yo'q-a? IELTS 6,5 bor. Boshqa muhim sertifikatlar topshirmaganman aka. Keyin